Insonni chin to'rt oyoqli do'sti bu itlar bo'ladi. Va ichki ishlar tizimida mamlakatning xavfsizligini, fuqarolar tinchligini ta'minlashda mana shu xizmat itlarini faoliyatidan ham foydalaniladi. Qolaversa biz ayni paytda Toshkent shahridagi kinologiya bo'limidamiz va bugungi dasturimiz orqali siz mana shu markaz faoliyat qolaversa itlar qanday xizmatga tayyorlanadi mana shu jarayonlar haqida bevosita xabardor bo'lishingiz mumkin. Azizlar, bugungi qahramon loyihasining navbatdagi soni efirda. Biz boshladik. Ketdik, Baykal. Bizning bugungi suhbatdoshimiz kichik inspektor kinolog Safdor Sherzod Abduqodirov. Assalomu alaykum, Sherzod. Assalomu alaykum. O'zi nima sabab bo'ldi bu sohani tanlashingizga? Birinchi savolimiz. Bu sohani yoshlikdan qiziqqanman. Komissar Rex degan kino bor. Yoshligimizda ko'rganmiz. O'shani ko'rib, u Nemeskiy Avchalkani ko'rib, o'sha men ham shu xizmatga kirsam, shu xizmatni yonimda olib yursam, shu xizmatni deb havas qilganman. Shu sabab bo'lgan. 17 yil bo'ldi salkam xizmat olib borayotganimga. Xizmat itlari bilan 17 yil. 17 yil. Bu kichik muddat emas. 2009-yildan beri afsuslangan paytingiz ham bo'lganmi? Afsus qilmaganman. Kirganimni xizmatda olib borayotganimni. Afsus boshqasi bo'lmagan, lekin qiyinchilik har bitta xizmatda qiyinchilik bo'ladi. Albatta, u qiyinchiliksiz u hayotda o'zi yo'q. Hayotda o'zida qiyinchilik boshqasi bo'lib turadi. Demak, insonda asosiy bir maqsadi, orzusi, umidi bo'lsa, u qanaqa qiyinchilik bo'lmasin, uni yengib o'ta oladi. To'g'rimi? O'sha maqsadga, o'sha orzularga erishish uchun harakat qilasiz. Qiyinchilik bo'lsa, qiyinchilik bo'lgan joyda tajriba oshadi. Ustozlar haqida ham gapirib bersangiz. Bu xizmatga kelganda ustozlardan eng kattasi bu asl kinologiyaning o'zining ustozi Toshkent shahariga, boshqa respublikalardan ham hammasi maslahat olardi, ish o'rganardi. Polkovnik Aleksey Alekseyevich Grishko bo'lgan. Bizning rahbarimiz, hamma rahbari shu sababchi bo'lgan. Ustozlardan o'sha eng kattasi shu kinologiyaning ustozi o'shalar bo'ladi. Ular bitta misol qilib aytganda, mana shu yerda turibmizmi? 50 metr, 60 metr nariyoqda xizmat etini birorta kinolog yetalab ketayotgan bo'lsa, laqabini qaysi yo'nalish bo'yicha tayyorlangan hammasini bittada aytib beradi. To'g'ri. Juda qattiq psixolog ham kuchli kinolog bo'lganlar. O'zida nechta shogirdingiz bor? Mana 17 yildan beri xizmat olib borayotgan ekansiz. Aniq bilmaymiz, lekin 10 tadan oshiq shogirdlar chiqazib qo'ydik. Jessi laqabli xizmat iti eshikdan kirganimdan ko'zim tushdi, shu savolni beraman degan. Nima uchun buni haykali qo'yildi o'zi? Jessi laqabli xizmat iti o'zimizning ustozimiz bo'lgan Serkebayev 2002-2011-yillarda yelkama-yelka yonida do'st bo'lib xizmat olib borgan bu xizmat iti. O'sha paytda giyohvand moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha o'rgatilgan. Shuncha yil davomida yonma-yon Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib kelayotgan giyohvand vositalar, giyohvand moddalarni aniqlashda, katta miqdorda aniqlashga juda katta yordam bergan. Qahramonlik ko'rsatganligi uchun haykalini shu yerga o'rnatildi. Yuqorida Jessi laqabli xizmat iti giyohvand moddalarni aniqlash bo'yicha o'rgatilgan dedingiz. Bu har bitta bir bo'lim bo'yicha o'rganadimi xizmatchilar? O'zini yo'nalish bo'yicha o'rgatiladi. Bu xizmatchilar o'zi qanaqa yo'nalishlar bor bu yerda? Bizda is qidiruv yo'nalishi bo'yicha tayyorlanish yo'nalishi bor. Portlovchi hamda giyohvand modda bo'yicha отдельный, antiterror, qorovul qo'riqlash yo'nalishi bo'yicha 5 ta yo'nalish bo'yicha xizmatchilarni o'rgatib tayyorlaymiz. Sizni xizmat itingiz qaysi yo'nalish bo'yicha o'rgatilgan? Meni xizmat itim giyohvand moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha o'rgatilgan. Buni hozir undan ko'ra o'zini oldiga borib gaplashaylik. Uni ko'rasiz, tomosha qilasiz. Tepasida gaplashganimiz boshqacha baribir. Necha yildan beri o'zi bu xizmat olib borasiz u it bilan? Bu xizmat itim bilan 2017-yildan beri birga yelkama-yelka yonma-yon xizmat olib boraman.
yosh kuchugligida 4 oyligida olib kelgan bu it. Demak 8 yillik hamrohiz, do'stiz, lord mana shu bo'ladi. Xuddi mana shu bo'ladi. O'zi umuman olganda xizmat itlari necha yil davomida xizmat vazifasini bajaradi? Xizmat itlari uzog'i 9 yil. 9 yildan keyin komissiya ko'rib chiqadi. Xizmatga layoqatsiz bo'lsa, nafaqaga chiqarishadi xizmat itini. Nafaqaga chiqarishadi. Xo'p, sizni oldingi xizmat itingiz nima bo'ldi taqdiri? Xizmat itim nafaqaga chiqargandan keyin endi shuncha yil siz bilan yelkama-yelka yurgan, birga xizmatlarda yurgan, do'stingiz bo'lib qolgandek, hatto oila a'zolaridan ham ko'proq vaqt ajratgansizda unga, mehnati singan. Har doim birga yurgandan keyin o'zim uyimga olib ketdim. O'zim qarab, endi demak uyingizda hozir. Qancha vaqt mobaynida xizmat itiga mana shu kasbni sir asrorlari o'rgatiladi? Xizmat itiga shu 4 oy, 5 oyda mukammal xizmatga chiqib, xizmatda bemalol siz bilan yonma-yon yurish uchun vaqt yetarli. O'rgatishga vaqt bo'ladi. Maxsus tayyorlangan 5 ta itimiz, xizmat itimiz, 5 ta kinologimiz o'sha hozir xizmat jarayonidan lavhalarni ko'rishingiz mumkin. 5 ta yo'nalish bo'yicha. Demak, biz kuzatib boramiz azizlar, o'sha yuqorida aytganimizdek 5 ta yo'nalish bo'yicha xizmat itlari ayni mana shu mashq maydonida mashg'ulot olib borishadi va har bir vaziyatga tayyor bo'lishadi. Kaboldin aka, mana shu mashg'ulotni bir qismini o'zimni bir amaliyotimda sinab ko'rsam bo'ladimi? O'zi avvalambor bu mashg'ulotni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan instruktor kironiklarimiz yordamida amalga oshiramiz. Agar xizmatdan qo'rqmasangiz, avvalambor o'sha xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda bemalol o'sha o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bu itimiz ham Graf laqabi. Graf. Bu itimiz ham yosh hali. Qo'rqinchli emasmi Graf? Yo'q, bu itimiz ham hali yosh, juda ham yosh. O'shancha bundan yaqinda endi chiqarilgan bu mashg'ulotimizning ko'nikmasi. Bemalol xotirjam qo'lingiz ishlasiz bo'ladi bunda. Bu mashg'ulot bu rukat tushuntirib beradigan bo'lsam, ya'ni xizmatlarini jahldorlik oshirish, yangi qurollangan jinoyatni ushlab zararsizlantirishda foydalanadigan narsa. Hozir kelganda bu hozir faqat qo'lingizni rukab ko'rgandan keyin qo'lingizdagi buyumga yopishadi kuchli. Xotiramizni bo'lib boshqa joydan ishlamaydi. To'g'risi hayajonli, lekin harakat qilamiz, orqaga qaytish yo'q. Yaxshi kontent uchun har doim jonkuyarlikka tayyormiz, kuzatib boring. Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor. Qoching. Qoch. Shu. Молодец. Shu. Yaxshi. Har qanaqa kuchli jinoyatchi bo'ladimi, qo'paruvchi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shunaqangi xodimlarimiz, qolaversa xizmat itlari borki, fuqarolarimiz xavfdan xoli. Xo'p, bilamiz, bu xizmat iti o'sha giyohvand moddalarni topishga mo'ljallangan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Giyohvand moddalarni topish uchun tayyorlangan, o'zim bilan yonma-yon xizmat olib boradi shu yo'nalish bo'yicha. O'zim berkitsam, joyini ko'rsatmasak o'zi hidlab topa oladimi? Albatta. Ishonasizmi sizga? Ishonaman. Bo'ldi. Ishonganim uchun xizmatni olib boryapmiz. Aha. Demak, giyohvand moddaga tushuntirilgan, ya'ni hidi mana shu materialda, matoda o'tgan hidi, shuni berkitsak bo'ladi. Demak, men bilan birga kuzatasiz. Hozir berkitamiz. Хорошо. Yaxshi. Gap yo'q lekin. Olib ko'rsating. Gap yo'q. Bittaga topdi, adashmasdan to'g'ri shunga keldi. Mana. Azizlar, bizning keyingi mehmonimiz kapitan Kamoliddin Shoniyozov. Aka, mana shu yerdagi mashq maydoni haqida bir bizga ma'lumot bersangiz. Bilamizki, ichki ishlar xodimlari kabi xizmatlarimiz ham har qanday vaziyatda, har qanday holatda har doim xizmatga shay bo'lish kerak. Albatta. O'shalarning hammasi inobatga olinib, hozir ko'rib turgan maydonlaringiz hammana har bitta o'sha sharoit yaratilgan. Hozir mana ko'rib turibmiz, avtomashinalarni ko'rishingiz mumkin mana. Xizmat jarayonida bilamizki, har xil holat bo'lishi mumkin. Masalan, narkotik
modda misolida gapiradigan bo'lsak, yengil avtotransport vositasida ham bo'lishi mumkin yoki avtobusda Avtobusda yoki yuk mashinasida ham bo'lishi mumkin. O'shalarda xizmat jarayonida o'sha yanada uni xizmat jarayonini shakllantirish, ularda ko'nikma hosil qilish uchun har xil avtotransport vositalari olib kelingan. Undan tashqari mana manejimiz bor bu yerda. Bu yerda o'sha o'g'irlikka boradigan bo'lsak, bu yerda ham mana hozir kirib ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoitlar qilingan. Is qidiruv yo'nalishi bo'yicha tayyorlanadigan xizmat itlari mana shu yerda mashg'ulot olib Xuddi boradi. shunday. To'g'rimi? Is qidiruv yo'nalishi bilan birgalikda giyohvand moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha ham bu yerda bemalol mashg'ulot o'tkazishimiz mumkin. Chunki bitta xonadonni tayyor qilib qo'yilgan ekan, bu xuddi yerda. shunday. Xizmat ichida ko'nikmalarni hosil qilish uchun mana ko'rib turganingizdek xizmatlari bilan har xil sharoitda, har xil joyda ishlaydi. Mana bu yerda Endi yuqoridagi naves nima uchun? Odamni yurishi uchunmi yo xizmatliklari tepada ham ish olib boradi? yuqoridagi naves bilamizki, o'sha xodimlardan har kuni xodimlar mashg'ulot olib boradi. Undan tashqari o'sha maxsus kurs hamda umumiy kurs yo'nalishlari bo'yicha bilamiz, o'sha imtihonlar topshiradi. O'sha imtihonlarda komissiya a'zolariga qulaylik yaratish, shu bilan bir qatorda o'sha ularni bevosita kinolog xodimga o'sha xalaqit qilmasdan kuzatish uchun mo'ljallangan bu navesimiz. Demak, bu yerda ham o'sha xorij tajribasini o'rgangan holatda bu tashkil qilingan. Xuddi shunday. Tibbiy ko'rik binosi ham bu. Tibbiy ko'rik binosi bu biz o'zimiz bitomniki. Har bir xizmatchini xizmatga chiqishidan oldin ko'rikdan o'tkazadigan joy. Demak, bularni har bir jarayonni o'sha nazorat qilib borishadi, to'g'rimi? Sog'ligi, yeb ichadigani hammasi nazoratda. Xizmat itini tekshirayotganda nimalarga ko'proq ahamiyat berasiz? Xizmat itlarini shu xizmatga chiqishdan shu yarim soat oldin tekshirib, misol uchun mana xizmat itlarini ko'zlarini ko'ramiz, hammasini qanaqa yaxshimi, o'zlarida anaqa joylari yo'qmi, quloqlarini tekshiramiz. Xizmat itlarini, keyin bular oyoqlarini, tanalarini ko'ramiz, shilingan joylari yo'qmi. Keyin xizmatga chiqishdan oldin kinolog xodim o'zidan so'raymiz, xizmat iti o'z ovqatini yedimi oxirigacha, qanaqa o'zini ko'chada tutishi qanaqa yaxshimi. Keyin ham o'zimiz ko'rgan holatda xizmatga chiqishiga ruxsat beramiz. Ovqatlariga ham maxsus ovqatlar beriladimi? Ovqatlari hammasi o'zini maxsus ko'rimlarining bor, yeydigan ko'rimlari toza, akkuratniy hammasi o'sha anaqalardan yeydi ko'rimlardan. Yotish joylarini kim nazorat qiladi? Yotish joylarini o'zimiz mana shu tozalab, yuvib, qarab chiqamiz. Hammasi joyida, keyin kinolog xodimi tomonidan tozaligi qaraladi, toza tutiladi deyi hamma joy. Masalan, sog'ligi tomonlama hech qanaqa bir e'tirozingiz yo'qmi sizda? Yo'q, sog'ligi yaxshi. Harakatlari yaxshi. Ovqatini yedi, harakatlari aktiv holatda. Ayni paytda biz markazning muzeydamiz. Dastlab Toshkent shahrida Ichki ishlar xalq komissarligi tizimida bor yo'g'i 9-11 ta xizmat itlari faoliyat olib borgan. U barcha o'sha jinoyat qidiruv bo'ladimi yoki boshqa yo'nalishlarda xizmat itlardan foydalanilgan. Qolaversa ko'rishimiz mumkin, bu yerda markazning erishgan yutuqlari, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shular bo'yicha ham ma'lumot bering. O'sha bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, bu yerda markazni o'sha erishgan yutuqlari hammasi turibdi. Mana kubiklar, diplomlar, esdalik sovg'alar. Shu bilan bir qatorda qo'shimcha qilib o'tishim kerak. Yaqinda mana huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida o'tkazilgan o'sha kinologiyaning umumiy hamda maxsus kurs yo'nalishlari bo'yicha qatnashdik. Bu yerda huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya bo'limi xodimlari faxrli birinchi o'rinni egalladi. Undan tashqari xalqimizga qanday bir ko'mak beradi? Xalqimizga yanada bir qulaylik yaratish maqsadida kinologiya bo'limimizda bu respublika miqyosida joriy qilingan fuqarolarga tegishli itlarga veterinar xizmat ko'rsatish. Shu bilan bir qatorda masalan fuqarolar har xil holat bo'lishi mumkin. Uyida to'y ma'raka bo'lib qolishi mumkin yoki qayergadir sayohatga ketishi mumkin yoki biron joyga bir xizmat safari bilan ketayotganda ham bemalol kinologiya bo'limimizga murojaat qilsa, ularning itlarini o'sha shartnoma asosida saqlab beramiz. Shu bilan bir qatorda fuqarolarga tegishli itlarni umumiy bo'ysunuvchanlik hamda himoya qurol ko'nikmalari yo'nalishlari bo'yicha ham o'rgatib berish yo'lga qo'yilgan. Yana bitta qulayligi shundan iboratki, hozirda o'sha fuqarolarimiz bemalol ichki ishlar organlarida o'sha o'zini ehtiyojidan ortiq bo'lgan, shu bilan bir qatorda ko'plab o'sha jinoyatlarni ochgan itlarimizni ham
o'sha 9 yoshdan oshgandan keyin bemalol yo bo'lmasa komissiya tekshiruvida o'sha xizmatga yaroqsiz deb topilgan itlarimizni ham bemalol sotib olishlari mumkin. Ma'lumot o'rnida aytamiz, aynan mana shu markazda 100 ga yaqin itlar xizmatga tayyorlanadi va shu yerdan xizmatga chiqib ketadi. Biz ayni paytda Bektemir tumanidagi Sharq YPX maskanidamiz va bu yerda kinolog xizmat iti bilan qolaversa hamkorlar bilan birgalikda xizmat faoliyatlarini olib borishadi. Jarayonlarni esa birgalikda kuzatamiz, suhbatlashamiz. Ertalab yo'riqnoma yoki kechki yo'riqnomadan so'ng xizmatga kelamiz. Mana hamkorlikda YPX xodimlari, patrul post xizmat xodimlari bilan hamkorlikda xizmat olib boramiz. Mana Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib kelish asosiy postlardan hisoblanadi. Sharq yo'l patrul xizmati maskani. Bu yerda hamkorlik ishi olib boramiz. Giyohvand yoki bo'lmasa psixotrop vositalarni aniqlash va jinoyatlarni issiq izdan ochish maqsadida shu yerda xizmat olib boramiz. Xo'p, qancha miqdorda bir aniqlangan holatlaringiz bo'lgan shu paytgacha? Endi shu yil 25-yilni oladigan bo'lsak, shu yilning o'zida 80 dan ortiq giyohvandlik, psixotrop vositalar bilan bog'liq jinoyatlarni fosh qilganman. Xizmatlaringiz evaziga munosib taqdirlangan holatlari ham bo'lganmi? Munosib taqdirlangan holatlar juda ko'p bo'lgan. Eng oxirgisi mana shu yili Ichki ishlar vazirligimiz nomidan benuqson xizmatlar uchun ko'krak nishoni berildi. Oila a'zolaringiz ham sevingan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, oila a'zolarim olib borganimda sevonib, quvonib, otam, onam bundan-da yuksak, bundan-da ortiqroq anaqa natijalarga erishib, bundan-da ko'proq medallarni olib kelgin deb duo qilib qo'yishdi. Bu endi mana shu xizmat itini ham bir sa'y-harakatlari yuqorida, to'g'rimi, asosiy ishni mana shular bajaradi. Asosiy ishi shu bajarganligi uchun-da. Hamisha yonimda do'stim, birga xizmat olib borganimiz shu aniqlagani uchun mana biz yuribmiz. Kelgusi faoliyatingizda ham omad, zafarlar tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Azizlar, har doimgidek aytar so'zimiz shu: o'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi qahramon loyihasining keyingi sonlarida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.